Dersimiz davamlaştırmaz vatandaşlar bugün çislağa 2022 yıl 9. ayının 3. günü yukarı haberlerimiz ve tüvenkilik şiirlerimizde bazı cümle aralışıp kelse tünügün silege avval bunun yığma haberini anlatıp ettik. Endi hazır mavzular boyunca ayrım mavzular boyunca anlatıp etimiz. Bazılar tekrarlanıp kalsa bazı cümleler bunu mi gap dep sal koymalı vatandaşlarla. Neme divanı birinden tapsın taz bir at tapsın çıkmagan dön kalmaptı degen anlagan mı? Şunda bir büyük haberini tapqandı biz Uygurlar şunda çıkmaydigan, çıkıdigan dönün hemmisiga. Çıkamaz vatandaşlar de. Endi geçkince mavzu mundaq. Amerika Cüngona Uygurlar qaratqan zo'ravonligini to'xtatishga chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 9. ayının 2. günü Amerika ovozdan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden hukumati Cungo hukumatining Uygurlarga va boshqa asalliqlarga qaratgan zo'ravonligini darhol to'xtatishni chaqiriq qildi. Bundan burun Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq İşleri valisi Michel Bachelet bir parça dokulat e'lon qilib va dokulatni xulosa chiqarib Cungo'ning Şinjan'da yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar va boshqa millatlarga tutgan muomalasi insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb hisobladi. Aksaray'ın bayanatçısı Cem Pirapti'nin 4. günü 9. ayının 1. günü muhbirliği mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar bu dokladni qarshi oldi. Bayanatçı Cem Piri yana mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Komitetining dokladida Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Uygurlarga ve başka asallıklarga qo'llangan kishini seskendiradigan muomalasi tafsili tasvirlangan. Bayanatçı Cem Piri mundaq ko'rsatdi. Bu bir parça doklad. Aksaray'ın bayanatçısı Cem Piri mundaq ko'rsatdi. Bu bir parça doklad bizden yani Amerika'nın Cungo hazır davamlaştırıvatkan irq yo'qotish ve insoniyatga qarshi jinoyatlarga qattiq diqqat qilishimizni chonqurlashtirdi. Biz yani Amerika Cungo hukumatining davomlashtirayotgan zo'ravonlikni to'xtatishini, adolatsiz qo'llanilgan kishilarni qo'yib berishini, majburiy g'oyib qilib o'tilgan kishilarning izdiligini aniqlab berishini, mustaqil tekshiruvchilarning butunlay degidek Şinjan'a ve Tibet'ga, Cungo'ning har qaysi joylariga kirishiga ruxsat qilishini chaqiriq qilamiz. Michel Bachelet Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Komitetining valisi dokladida mundaq ko'rsatdi. Beijing 2017 yildan 2019 yilgacha va undan keyingi uzun muddat ichida Şinjan Uyghur Abnum Rayoniya mustamlik Uyg'uristonda zo'ravonlar va radikal islohga zarba berganligi xalqaro jamiyat Cungo'ning qilgan atkanlari xalqaro qonunlarga uyg'unmi emasmi deydigan diqqat qilishni keltirib chiqardi. Kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti Yer shari tashabbusining muavin mudiri John Fisher mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq İşleri valisi tunji qatam Cungo hukumatining kishilik huquqi eg'ir xiloflik qilish harakatlarini fosh qilib, bu harakatlar insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb xulosa chiqardi. Devamını anlayışlar vatandaşı.